Assalomu alaykum. Bu video murojaatim o'zini musulmonman degan har bir insonga bag'ishlanadi. Bu video shunchalik gruppalarda tarqash kerakki, har bir O'zbekiston fuqarosiga yetib borish kerak. Kecha yo'lda ketyapman shaharga qarab, 30 kilometrlik yo'l mobaynida ikkita mashinani ko'ryapman. Yo'lda chetiga bemalol turib olgan, tikka turgan holatda o'chiryapti. Yoshi men qatori mendan ham ulug'. Tualetlar bor-ku, zapravkalarda tualetlar bor. Masjidlar bor kirsalaring agar. Xo'p, mayli ichgan bo'lishlaring mumkin, nas bosib yurgandirsizlar balki. Endi o'z shunaqa ish qiladiganlar tasavvur qilib ko'ringlar. O'zingni ayangda, opangda, seningni oldida shu ishni qila olasanmi? Men oilam bilan ketyapman, uyalib ketyapman sizlarni ko'rib, bor-ku. Onam bilan ketyapman, ayolim bilan ketyapman, qizlarim bilan ketyapman. Qachon aql kiradi, qachon bir madaniyatli bo'lasizlar, qachon agar gapirtirsa musulmonman deb ko'kragingga urasan-ku har bitta. Shunaqa ish qilayotganlar. Qachongacha davom etadi bu holat? Nima qilib berish kerak endi sizlarga? Tualetga yonlaring olib qo'yish kerak meni. Iltimos bu videoni kengroq tarqatinglar. Har bir gruppada tarqab shunaqa ish qilayotganlar bo'lsa, Alloh o'zi insof bersin. Ozgina bo'lsa ham xulosa qilib bir o'zingni yaqinlaringda, qarindosh xolangni qizlarini, xolalaringni, onangni, opa-singillaringni oldida shu ishni qila olasanmi? Bemalol ko'chada ham qilaver. Sog' bo'lasizlar.